Assalomu alaykum. Televizion kanali obunachilari, xush ish qiluvchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugungi videomiz Namangan viloyati, Namangan shahar Ramaka qush bozordamiz. Hozir bizlarimiz sizlar uchun chiqaradiganimiz Kanariyaka bozordamiz inshaalloh. Bugungi chislamiz 2025-yil 18-may haftani yakshanba kuni hozirda chiqaradiganlarimiz inshaalloh. Traniklar sayrab turibdi. Traniklar sayrab yuribdi mana. Bularga ozgina shovqin bo'lsa sayrashaveradi. Havomiz pastligini hisobga yarkan bo'lmoqda. Turib o'tirib olib bir joydan kuzatish kerak. Bilmaymiz, yo'q o'dan. Hozir bularni bichakkalar narxlarini inshaalloh tanishtirib o'tamiz. Narigi tarafda zonti borligini hisobiga sal ovozi xira bo'lib qoldi. Endi mana bu tarafdan iloji yo'q. Bu tarafdan bir qo'l obzorni qilib o'tamiz bularni. Sayrab turibdi. Eng tagidagini qarang sayrashini. Sayrashish qo'zg'onni bilana. Xo'p, bular traynik narxlarimiz. Hammasi normal sayrab turganlar, hammasi narx bo'ladi. Ko'pchilik buni ham yaxshi tushunmasa ekan bizga hop Telegramdan chiqishadi. Ajrata olmayapman, qanaqa bo'ladi? Mana shuni quruq sayrab turgani hammasi narx bo'ladi. Moda sayramaydi Kanariyaka. Bu Ravshan akaning qushlari, Namangandagi Ravshan aka ko'pchilik taniydi. Shularning qushlari hozir bularni bitta narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mo'ljalda u haqida modalar bor ekan. Mana shu odamniki qushlarimiz moda mo'ljalda. Bularda pastdan odam shunaqa o'rab gavjum bo'lib turadi. Barakasini berasiz, mehnatga yarasha bilan hammasi avvalo. Qobilayni odam keyin hisobga sayramay qoldi. Odam yo'qligida juda sayra. Bunga shovqin bo'lib tursa sayraveradi bular. 6 ta qopda qolgani bo'shatibdilar. 5 tasini bo'shatibdilar. Bu yerda 6 ta bor, aqda moda. Ko'proq olib qo'yinglar yoki shu. Xo'p. Bitta narxlarni endi bilamiz. Ravshan aka bormi? Charchamay turibsizmi? Assalomu alaykum. Qudratbek. Xo'p, bular narxlarini chiqinglar endi traniklarni. Traniklar narxi bu 500 mingdan ditto. 500 mingdan. Bozorga 450 ming. Nari sotilgani qanchadan ketdi? 400 mingga sotildi. Har xil holatiga qarab. Agar tranik bilan kirsa, agi oxirroqqa borsa ham qimmat 500 mingdan tegadi. 500 ming tegadi. Bo'ldi. Bularda pastda sal yetib bormayapti oxiri. Bular yangi jo'ja pastda. 6 oyda bular. 6 oylik jo'jalar. Yana ushashgan aka. Endi agar bularga qancha yana mehr berib o'rgatilsa, o'rganaveradi, xudo xohlasa, avvalo. Endi bularda ko'pligini hisobiga balkim vaqtlar bo'lmayotgandir. Ertaroq sotib yuboramiz-da. Vaqt o'zi qafaslar bo'shash kerak. Kichkina yana ochirib turibdi. O'rniga almash kerak. Almash kerak. Tezroq alma. Bularda 1,5 yosh qilib echsak, narx ko'tarilib ketyapti. Endi undan narx xalq ko'tarolmaydi. Tushungan odam o'zi oladi-da, tushunmagan ololmaydi. Bundan shu o'rta holat o'zi yaxshi. Mana shu o'rta holat yaxshi. O'rta holat o'zi ko'pchilik ham ma'qul keladigan narx hamda. Qo'shaman deysiz, tuxumini, yong'oq asal berishadi. Mana shunday qiladi, qo'shaveradi. Davom ettiraman deysiz, zapisini beramiz. Davom ettirib olishaveradi. Telegramdan tashlab beraveradi zapislarda. Bugun xudo xolasa mana bitta efir qilib turib Telegramdan bitta zapislarda olib YouTube'ga qo'yib beraman, xudo xolasa sizlarga promo efir qilib qo'yib. Bular narxi hop oxiriga qadalgan 400 ming o'tadigan joyi bu. Hop nechi kilo birinchisi? 350 mingga sotib oladi. 350 mingga beriladi. 40 bor-da. Ha, hozir bor. Ha. Mana ularda endi necha bor. O'zi kelib qolgan, bular tayyorroq boshda. Bo'ldi, nomeringizni aytib, bitta unga qarab qo'y. 93lik. 12 52 22. 912 52 22. Pastdan ne bor?
ma'lumot ham berilaveradi. Faqat bitta iltimos sizlardan tomoshabinlar, obunachilarimiz kechasi telefon qilmani, kechasi 1 da telefon qilasizlar desam, hech kim ishonmaydi. Telefonni to'g'risi kechasi 5 da uxlab uxlaydigan bo'lib qoldi. To'g'risi gap. Shuning uchun iltimos, menga malol kelgan, qo'g'aliga malol keladi. Bir-birimizga malol kelmaydigan holatda nimaga bittasini olib bor, nomerini ber desam, nomer bergisi kelmayapti, to'g'risi gap. Xushburishlar. Kechasi bilan bezovta qiladi, undan ko'ra berma, tomoshaga olib ketaver deydigan bo'lib qoldi. Bular modalarimi? Modalar bular. Bular necha oylik ishlagani bormi bular ichida? 6 oylik modalar. Hali ishlamagan. Yo'q, ishlamagan. Bular narxi qanchadan? 250 mingdan. 250 mingdan. Kim bitib berasiz? Ikkitasini 450 ga beramiz. Bizga bo'lgan 200 dan-da. 200 ming so'mdan. Bo'ldi. Nomerlarni aytdik, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha faqat telefon orqali emas, Telegram orqali aloqaga chiqsa, haliga misol bir-birimizga malol kelmaydigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha ma'lumot berib ketaveramiz tushunmagan joylarga. Xo'p, rahmat, barakasini bersin. Xo'p, endi keyingisidan ko'ramiz. Bo'pti, aka, mayli. Salomat. Xudo xolasa, ana kelishlar doim. Xo'p, endi keyingisi bilan hammasi nara, Bahrom aka? Narlar. Necha oylik narlar bular? 7 oy 8 oyga to'ldi. Modaga yuradigan. Modaga yuradiganmi bo'ldi? Ja avjida emasa, bular sayroqda sal pastroq nima bo'ldi? Charchadishga. Endi ayog'i ham borki oftoda turibdi-da. Chala yarim oftob bo'lib turibdi, bir qizigan. Bular savdolar qanchadan? 500 ming kam bor deyapti. 500 ming so'mdan kami bor aytilyapti. 400 ming savdo qildi. 400 mingdan bermadingiz hammasini? Yo'q, 350 mingdan hammasini bermadim. 400 ming ikkita savdo qildim. 400 mingdan sotdim. Ikkitani 400 mingdan sotildi, 350 ming so'mdan hammasini berilmadi. Bular 8 oylik o'zi kelib qolgan yetuk narlar. Modaga yuraveradi. Shapkalari bor, xudo xohlasa, mana qora bosh shapkalar. 8 oylik, mana 4 ta, mana o'zimni sayrab turibdi. Xo'p. 4 ta shapka, 4 ta betuq ekan. 4 ta shapka, 4 ta moda anaqa ekan, betuq ekan. Xo'p, bularda postoyanniy bor, nomerlarni qoldirib ketaman, aloqaga chiqsana, imkon qadar boyaga aytib yarim kechasi telefon qilmani. Iltimos sizlardan. Mana hijolat qildirib qo'yasizlar. Chunki shunaqa vaziyat bo'ldi. Bo'lmasam bu gap gapirish bizga havasmasa, nomerni ayting. 93lik. 93lik. 676 676 94 55. 94 55. Bahromjon otim. Bahrom akadan. Bahrom aka aloqaga chiqaverasiz, xudo xohlasa. Ha, Bahrom aka. Xudo xohlasa. O'rgatib qo'yasizmi tushunmaganlarga? Nima maslahat bo'lsa qo'llarigacha bering. Faqat yarim kechasi bezovta qilishmaysiz. Yo'q, endi faqat 8 gacha iloji berishadi. 8 bo'ldi gap. 8 gacha bo'lgan oralig'ida telefon qilaverasizlar. Ha, undan aka, ammo xafa bo'lmaysiz. Rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p, endi keyingilardan ko'ramiz. Bu yerdagilar toshqalliklar aka. Modami mollar aka? Ko'rma. Moda bular. Ishlaganmi bular? Ishlagani ham bor, ishlagani ham bor. Bular ishlamagan asosan. Ishlagani Aralash. Savdosini ish bilan bo'ldi bular. Telefon qilsa olmabsiz va uku. Telefon qilsa olmabsiz. Hammasi kommentariyada menga gapirdi. Okaga telefon qilsa olmadilar deb. Oldingizmi? Oldi. Xo'p, sotdingiz ham axir? Kelaman dedilar, keyin xabarlashmoqman qoldi. Bo'ldi, bu 150 mingdan ishlagan modalar. Bola qanaqa qilib chiqadi? Yaxshimi, o'zingiz ochgan? Ha, ochgan. Muammo yo'q, xudo xohlasa. Narmi moda mana? Moda bu yoq. Bu ham moda. Bu yerda narx qaysi? Ungaddan o'tamiz. Xo'p, bular hammasi 150 mingdanmi? 150 mingdan kami bor. Bu ham ishlagan. Rasmiy Ishlagan, ha. Ko'k. Bular 150 mingdan kam bor. Bozor qanchadan berdi? 100 ming. 100 ming bermadingiz. Necha martada ishlaydi bular? 3 partiya ishlagan. 3 partiya o'zi ishlab bo'lgan. Bular hammasi nar. Bu trayniy emas-a? Sayroqda lekin trayniy emas, chap bor. Chapi yo'q, sinitsa yaxshi ovozda. Chap yo'q. Xudo xohlasa. Be отдельный video, promo efirda ketdi. Xudo xohlasa, bo'ldi, atayin shay o'zida kanerakaga. Xudo xohlasa, gap yo'q, rahmat. Xo'p, bularni chapi yo'q, xudo xohlasangiz yaxshi bular. Bular pulini ish bilan. 400 mingdan kami bor. Shapkacha o'tdidagi. Shapka ham 400 ming kami. 400 ming ishlagan bular. Ha, ishlagani ham bor, ishlamagani ham. Ishlamagani ham bor. Sayroqda ham 400 mingdan kami bor. Bo'ldi, nomer ayting. 93
99'lik 323 78-84 aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Ko'k narim odammi? Bu ham nar. Sayroq yaxshi xudo xolasa. Urug' o'tadi. Hali qo'shilmagan. Pastagacha? Hali qo'shilmagan, endi sayroq. U endi sayroqda. Mana sayroqlar yaxshi xudo xolasa. Bo'ldi gap, aloqaga chiqaverasizlar aytilgan nomerlarga. Xo'p, endi keyingilardan ko'ramiz. Xo'ja aka, xo'rma. Narxlarni ishbilan bilan endi. Charchab turibsizlarmi? Egasi yo'qmi? Bo'ldi gap bu. Ovoz berib qushlar aka-akalar yo'q ekan. Hop, endi keyingilardan bir chekkadan ko'rsatib boramiz. Qarayda. Svetni o'ylan yaxshilar xudo xolasa. Pulini ishbilan gaplarni xormani. Qimmat kerakda, qimmati. O'zonidan zerikda hamma qimmatini xohlaydi. Buni pul jupa? 1 million. Savdo qilganicha? 300 ming, 600 mingga. Xo'p, bular ishlaganmi narmoda? Yo'qmi? Ikkalasi nar, yo'q ekan. 600 mingga berilmagan, qo'shilsa beriladi. Bularcha? Bular moda ikkita. O'ttadagi nar. Pastdagi nar. Mana. Nar 1 million. Nar 1 million. Qolganlarcha? Moda 600 ming, 300 ming. 300 ming, 600 ming jupular. Mashg'ulotmi sizdan mallacha? Qolganingda qancha qoldinglar qo'noqdagina? 200 mingga. Moda. Moda. Ikkovi ham moda 200 mingga 400 ming bo'lishdi. Bular sotilaveradi. Nomerlarni aytib qo'yib ketaman. Telefon qilaverasizlar. Nomer necha? 50. 582 82 23. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha bular ma'lumot beraverishadi. Endi bularni jupini bilib, ma'lumotlarni xudo xolasa berib o'tamiz. Savdosi ish bilan bo'ldi, aka bilan horma. Turisham qaramlarni. Parasini ishlaganmi? 1 million jupa. Ish pul qildi bozor. 800 mingga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Narigacha ikkita qizilda. 700 mingga bermadi, 800 ga bo'lsa beradi. Bo'ldi gap. Mana yakka narmi odam chapka. Qayerlar bu oqalarlar 200 mingga yakkalaydi. Yakkalaylar mashina nar 200 ming so'm mana ekan. Hop, pastagacha mana jupma ikkovi oqqa. Yo, modalar 150 ming. Modalar 150 mingdan. Akamiz ancha arzonchi ekanlar, telefon qilaverasizlar bularga. Hop, mana ish pul berishdi jupaga. 100 dollar berilmadi. 100 dollarga berilmabdi, qo'shilsa beriladi. Variantlar o'zingni kelish olaverasizlar oyog'ini. Narimi modami mana? Narmoda bilan paxla. Ha, paribog'dan parini ko'rmanman. Narmoda ekan. Buni-chi pul? Bu sotildi 100 dollar. Sotildi o'zi. Bo'ldi, nomeringizni ayting, aloqaga chiqishaveradi, xudo xolasa. 97 lik 253 257 253 257 ekan. Aloqa chiqaverasizlar bu. Keraklilarni xudo xolasa modelini ancha arzon aytdilar lekin. Mana bu taraf olaysangiz kameraga xira tushib qolar ekanda buni. Kamera esa desam yaxshi xudo xolasa, yaxshi keraklar. Beda o'sha toza qushlar mana ko'rib turganimda aka. Xudo xolasa, mana sariqlar yaxshi ekan. Birda urib o'tibdi, mana odam kelsa ham to'xtamasdan. Qanday qilamiz? To'xtamaydi o'zi. Endi kamera aka shunaqada. Bo'ldi, hamma tushadi o'zi, hamma bichakkadan tushadi. Hop, bular narxini ichib oka sizlardanmi? Mashiniki. Narxlar ichib oka buni. Ayting narxini. Ichbil. Qanaqa qush o'zi bu? Krasnerva. Rossiyska? Ha, ular rossiyskiy yo'q qushlar. Rossiyskiy yo'q qushlar qutqu. Kanareyka, krasnerva. Yo'q, kanareykan tanidimi? Pastda 3 tasini bilmadim-da. Nimaligini? Shu Rossiyadan kelgan qushlar, o'sha krasniy derutni shunaqa dedilar. Qutqur qush bular o'zi asosan Rossiyada uchraydi ko'proq. Pulini ishbillar ularni. Asbira. O'sha rossiyskilarni. Asbiraga 150 mingdan. 150 ming narmi ular? Ha. Bular juplaysa boshqaga yurar ekanmi? Albatta. Qayerda buni anaqa qildilar, o'zi bilamiz. Bu mo'ljalda kanareykaga yursa zo'r bo'ladi. Yiriga qanda bular?
Bulardan ikkovidan chechishganda zo'r chiqsa kerak, xudo xolasa. Endi sayrog'ini bilish kerak buni asosan. Sayrog' qanaqa ekan bularni aka? Sayrog' aka 2 ovoz, yo'q ovoz. Yo'q. Xudo xolasa, yaxshi. 150 ming so'mdan aka ular narxi. Manis qanaqa manis? Kallas qizili. Gulosxor. Gulosxor? Ha, o'zimizdanmi? Sheykimi u? Chechivitsa degan. Chechivitsa derkan. Mana to'g'risi yaxshi tushunmayman buni. Yo'g'aylarni. Chechivitsa derkan, shkari. Ha, krasniy chechivitsa derkan. Pulini ichi pulini? Bu ham 150 ming. Sayrog' bor, bular naramasi. Sayrog' bor. Bo'ldi. Agar bular Kanariyga yurib qolsa, shu zo'r bo'ladi. Albatta. Mobodo gibridlar ham bor mana bag'da. Bo'ldi, mana Kanariyga men nari moda bu yerdagi. Moda. Moda. Bularning ichi pul narxi 200 ming. 200 ming. Oxirida bitta nomeringizni qoldirib qo'yaman, xudo xolasa telefon qilishaveradi. Hop, bularni narxini ichi bilmanlar. Narlar. Nalla aka 300 mingdan. 300 ming so'mdan bular. Ichi pul berishdi bunga. Bu aka 8 mingga beraman. Alo. 8 ming so'm qilib berish aka, lekin salati yo'q. Qarang, qarang. Kattalik ham, yirik ham, yiriklik ham. Hop. Bela, hop, hozir aytdilar, ha, gibrid. Mana gibrid ekan. Gibridmi qanaqa? Gibriddan chiqqanmi tushunmadim. Gibridlarimiz ham bordilar. Nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqamiz. Mana Chechi. Bozorlarimiz juda chiroyli ko'rsatamiz. Odam aylanib savdo bo'lib turibdi-yu, yo'qdan ko'ra bo'lib turibdi. Bilamda narxi bilaylik. Hop, bularni beda eng pastini necha pulligu, eng baland necha pullik qush bor beda? Eng past arzon aka 300 ming so'm. Narlana. Ha, narlana. Hop. Hop, eng qimmat aka 1 million so'm. Jasper deydi. Mana aka intensive, mana feyo. Buni aka jupini 1,5 million qilib beramiz, narmoda. Narmoda, Bu mazak aka. Buni 8 ming qilib beramiz aka. Bu Messini o'zimizdan chiqqan aka. Tervazondan bo'lasi aka. Necha pul narxi? 8 ming qilib beramiz. Mana Pepel aka. Bu 300 mingdan. Hop, Mana buni ichida 300 ming so'm. buni ichida har xil bor aka, bir o'z bitta. Satinet bor aka mana. 700 ming qilib beramiz aka buni. 700 ming so'm. Nar, sarig'i yaxshi. Aha. Hop, bular urug' o'tishiga 100% mi? Xudo xolasa. Albatta aka. 100%. Inshaalloh. Urug' o'tsa bo'ldi asosan buni olgan odam. Mana bu aka gibrid, reperdan chiqqan aka. Buni 1,5 million ham bor. Bu Savadan chiqqan aka. Mutantga o'xshab chiqqan aka. Hop, mana bu aka Alodan chiqqan. Mana bu aka Chijidan chiqqan aka. Hammasi sayroq aka, sayrab turibdi. Hammasi na? Ha. Xudo xolasa. Hop, nomeringizni ayting, telefon qilishadi, xudo xolasa. 77 715 0004. 77 715 0004. Adres qayerda? Namangan shahar Sardobada o'yin. Sardobada ekan, ukaga bir telefon qilib aloqa chiqib, xudo xolasa olaverasizlar. Rahmat, bozoringni bersin. Hop, endi keyingilardan mana shu yerda bulbul so'raganlar bo'ldi, bo'ya. Kevaqut. Chipor kevaqut. 25 ming, 100 grammmi yo? 100 gram 25 ming, kilosi 250 mingga to'g'ri keladi shu anda bularniki. Mana qanaqa qushga? Yirtqich qushlarniki ekan bu, qora shoq-shoqlar shunaqalarniki ekan. Mana necha yeriga necha pul yeriga? 30 ming, kilosi 300 ming bo'ladi shu anda buniki. Xo'p. Qora shoq-shoq, bulbul, kanariyka, mana sava. Hammasidan bor. O'z nomerlarini ham bilan qoldirib ketaman. Bedene bulbul hammasidan bor bo'ladi ham, okada ham. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Nechun to'lash polvon? Bu sayroqqa. Mana bulbul. Bularga pastani monjali ko'p kelib turibdi, yangi kelib turibdi. Ovqati bor, xudo xolasa, och qolmaydi, xola. Dedi, ana o'ydi ham. Sava. Alo, sava. Qora shoq-shoq. Dedi, ana shundan chiqqan dedi. Alo, sava. Bulbullar. Ha, rossiyskimi bular? Alolar rossiyska. Hop, bulbul.
Boya kimdir yozdi efirda bulbul so'ragan. Mana bulbul. Sizlar uchun top qo'yaveraman, telefon qilasizlar ish qilib. Telefon qilishdim o'tgan hafta ham. Hozir ham necha marta bulbul so'radi, efirda yo'qsan bulbul deydi. Xudo xolasa telefon qilishadi. Telefon nomer yozib bering. Xo'p, bu necha pul? 99 305 320. Bu 500 mingdan bo'ladi. Oxirgi narxi 500 ming so'm bulbulimizni. Sayrab turgan, Xudo xolasa. Tutilganiga qancha bo'lgan buni? Birovdan o'tgan, sayrab turgan 500 ming so'm eng oxirgi narxi ekan. Xo'p, endi keyingisini ko'raylikchi, mana bular qolgan. Keyingisini ko'raylik, alo sava. Alo sava ham rossiyskiy ekan, Rossiyadan kelgan. Mana ham bulbulmi? Bulbulmi bu ham? Hammasi bulbul ekan. Akamizga mo'ljal o'sha Toshkentni Peravollardan tutib kelinyapti. Baş kişini şöyle. Projede nomer endi boshqa. Bu to'rt chiqdi. Sotildi shuni ham ta'minot qilib. PSK shu moment. Bu yana yapıp sayılmıyor. Xo'p, bulbul 500 ming so'm dedilar. Alo savon o'z bitta narxini bilamiz, nomerlarni yozib qo'yamiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, bozorlarimiz xudo xolasa yaxshi bo'lib turibdi. Xo'p, akamanni narxini necha pul dedik alo savoni? Alo savona 200 ming. 200 ming so'm. 250 ming advorni terilgani. Xo'p, bulbuli bunisicha 300 ming bo'ladi. 300 ming so'm. Ha, Qirg'izistondan tushgan 5 ga. Nomerni ayting. 99lik 205 30 20. Xo'p, qora shaqshaqchi necha pul? 300 mingga beradi. Sayrab turgan. Necha oylik u? O'qishga kelgan. Qishda, kuzdaga. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Nomerlarni qoldirib, bunisini 500 ming dedilar bulbullar, narisini 300 ming so'm dedilar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang kanalimizda. Sizlar uchun xudo xolasa yanada yangilari chiqib boraveradi shunda.